Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Hop, bizga kelib tushadigan ko'p savollardan bittasi shuki, bolalarni o'rtasida qorin og'rig'i ko'p kuzatiladi. Ota-onalar murojaat qilishadiki, bolam bezovta bo'lyapti, shom paytiga borib yig'lagan bo'lib qoldi, yig'loq bo'lib qoldi. Vaholanki yangi tug'ilgan bola aksari sog'lom bo'ladi. Endi bizga kelganda biz ularni ko'rsak, haqiqatan qonlaridan bola meteorizm, yig'ilgan ichaklarda bo'ladi aksar. Endi buni muammoni yechim sifatida espumisan kapli yoki babotik kapli tavsiya qilamiz. Espumisan kapli 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun 10 tomchi, 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lganlar uchun 15 tomchi, 6 yoshdan katta bolalar uchun 20 tomchi tavsiya qilamiz va bundan tashqari faqat bunga suyanib qolmasdan bolani qornini soat strelkasi bo'yicha massaj qiling, onalarga tavsiyam. Bundan tashqari ukropni va'da qilib, ukropni uy sharoitida tayyorlab turib ichirsak bo'ladi va onalarga tavsiya qilamiz. Salomat bo'ling.